Tönügün Abdunum rayonluq jamoat xavfsizligi nazoratidan tunji turkumda 222 saqchi va ishchi xizmatchi Yakan nahiyasining Elishqu bozoriga berib, shu yerdagi 222 oilalik bilan tuqqan bo'ldi. Nazorat partikomining a'zosi, siyosiy bo'limning mudiri Chang Ziyu tuqquniga atab tayyorlangan sovg'atlarni ilib, aksi Mamtimin bilan birga uyga qaytdi. Baba Ürümçi'nin gelgen tukunumuz. Akarsanla tavuk soyuyor olan baba. Ben böyle tümlağından denkin. Bak ayrıdıklarını ki siz bilirsiniz. Şoň sizga alayda partiya izniga elib keldim. Ular ko'rishibla qarindoshlardek bo'lib ketdi. Chang Ziyu aksining uyda emgekchi kamchil ekanligini bilgandan keyin birlikda qo'noq aqlab paxta tadi. Aksining kilariyle amin uy soldiganligidan xabar topgandan keyin qurilish boshlanganda kelib iqtisodiy jihatdan yordam berishga va'da berdi. Uning bilan do'st va tuqqan bo'lib ko'p tarbiyaga ega bo'ldim. Uning uyiga imkoniyatimning bericha yordam beraman. Bundan keyin davomli menim yo'qlab tursam, men inim yo'qlab borman Ürümçi'ga. Bak burunma tunuşkandek bir yaşat geldim hozir. Yaqinda buyon Xotan viloyatining 4 rahbarlik kollektividagilar o'zlari aloqa qilgan kentlarga berib, bayroq chiqarish murosimiga qatnashib, omma bilan qo'shmoq bo'lib, tuqqanlik munosabat o'rnatdi. Qanday qiyinchiliklarni hal qilib o'tgan bo'ldi. Etizak ishlarimizda bir qiyinchiligimiz beyde. Ulnuma bizga dangdab nima qildi, yordam qila oldi, yordam qilib oldi. Yaqinda Abdunum rayonluq ayollar birlashmasi qo'shmoq bo'lgan 12 aholini Qashqardan Ürümchiga kelib tuqqanidan yo'qlashga taklif qildi. Ko'pchilik birlikda Ürümchini sayli qilib mehmon bo'lib, birlikda jam bo'lish tamaqi edi. Abdunum rayonluq ayollar birlashmasining kadrlari yana tuqqanlarga sovg'a tayyorladi. Men bek hoş oldum. Şekilli babasının bilen görüşkenge intayin hoş olman. Men naten yakın tuqqunumdak bana aşadan kagıçılıkım. Bana aşın tayyor qilib qo'yibdi, rahmat. Men bek hoşallık eg boldum. Ko'nglim iliqlik tutdi.